Ovoz paylari shovqin va tonlarni farqlaydi. Rezonator tizimi esa bunda tomoq, halqum, burun bo'shlig'i va og'iz bo'shlig'i qatnashadi va ular ovozning kuchini, ya'ni statikasini va dinamikasini ta'minlaydi. Energetika tizimi esa o'pkadan kelayotgan kuchli nafasni miqdori va tezligini ta'minlaydi. Nutq tovushlarning e, o'zining xususiyatidan kelib o'zini quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Ya'ni tovush kuchi bu tovush apparatini organlarning faol ishlashiga bog'liq. Tovushning yuqoriligi bu tovushning qanchalik shu uzoqqa yetkaza olish yoki yuqori pastligini boshqara olishdir. Tovushning harakatchanligi va o'zgaruvchanligi bu tovushning mazmuniga, sharoitiga va tinglovchining kayfiyatiga qarab oson o'zgartira olish mumkin. Ya'ni uni harakatchanligi esa past, o'rta, yuqori tiplarga bo'linadi. Tovush parvozi tovushning uzoq masofaga uzatilishi va qattiqligini sozlab olish va bu tovush parvozi pedagog uchun katta-katta auditoriyalarda juda ham muhim, ya'ni uning ovozi uzoqroq va balandroq eshitilishini ta'minlab beradi. Tovush ixchamligi va harakatchanligi uni mazmunga, tinglovchiga moslab o'zgartira olish imkoniyatini bildiradi. Ya'ni bu berayotgan ma'lumotga, ya'ni shu nutq orqali berayotgan ma'lumot yuziga ozgina xarakter qo'shib beradi. Va yana shu xususiyatlari bu diapazon, bu tovush hajmi bo'lib, uning chegarasi eng yuqori va quyi ohang bilan belgilanadi. Ya'ni uning baland yoki pastligini ta'minlab beradi va bir ohangda gapirish axborotni idrok qilishni susaytiradi. Shuning uchun diapazonda bir baland, bir past, ya'ni ovozni tembrini shu diapazonni o'zgartirib turish kerak. Tembr esa tovush rangdorligi, yorqinligi hamda uning yoqimliligi va alohidaligi. Ya'ni tembr esa bu shu nutqingizga ozgina samimiyat va pozitivlik qo'shib beradi. Diksiya esa aniq talaffuz qilish, harflarni to'g'ri, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilib berish. O'qituvchining umuman nutqini aniq talaffuz qilinmasa, tinglovchi ozgina ma'lumotlarni qabul qilishda qiynaladi. Shuning uchun diksiya ham juda ham muhim. Ritm esa bu ayrim so'z va bo'g'inlarni aytilishi muddati va to'xtash, nutq va ifodalarni navbat bilan o'zaro o'rnida ishlatish. E, Bu ham o'sha boyagi nutqni jozibadorligini oshirib beradigan xususiyatlardan hisoblanadi. E, Endi pedagogik nizo ham pedagogika umuman pedagogik jarayonda juda ham muhim mavzulardan biri. Umuman nizo istaklari, qiziqishlari, qadriyat yoki tushunchalarning mos kelmasligi sababli yuzaga keladigan ikki yoki undan ortiq subyektlar o'rtasida ijtimoiy o'zaro aloqalar shakli. Nizoli vaziyat esa ijtimoiy subyektlar o'rtasida haqiqiy qarama-qarshilikni yuzaga keltiruvchi insonlar manfaatlarining mos kelmasligi. Asosiy belgisi nizo predmeti yuzaga kelishi, lekin hozircha ochiq faol kurashning yo'qligi. Mana nizolar to'rt turga bo'linadi: ichki shaxsiy, shaxslararo, guruhlararo, shaxsiy guruhli. Endi pedagogik nizo bu pedagogik konflikt ham deyiladi. Bu pedagogik jarayonda shaxslar aro munosabatlarning keskinlashuvi natijasi sifatida yuzaga keluvchi muammoli vaziyat. Va pedagogik konfliktlar quyidagi shakllarda yuzaga keladi. Ya'ni o'quvchi o'rtasida, o'qituvchi yuzasida, o'qituvchi va o'qituvchi yuzasida hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik imij, ya'ni zamonaviy o'qituvchidan kutiladigan xususiyatlar. Bular quyidagilar berilgan. Bularni har bittasiga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Ya'ni mutaxassislik soha bilimlari tushunchasi, ya'ni zamonaviy o'qituvchi nafaqat dars beruvchi, balki o'z sohasini bilimdoni, tadqiqotchisi va amaliyotchisi hisoblanadi. U o'z fanni ilmiy asoslarini chuqur bilishi, e, ilmiy shu asoslarini o'quvchilarga mazmunan to'g'ri, zamonaviy va hayotiy bilim bera olishi bilan ajralib turadi. Soha bilimlarini quyidagi tarkibiy qismlarda o'z ichiga oladi. Ya'ni nazariy bilim, amaliy bilim, tahliliy ko'nikma va integrativ yondashuv. Ya'ni shu to'rtta ya'ni tarkibiy qismlarida mutaxassislikni, ya'ni o'zini kasbiy sohasini chuqur egasi bo'lish mumkin. Va pedagogik ko'nikmalar tizimi. Bu o'qituvchining kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan amaliy harakatlar, uslublar va pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llay olish qobiliyatining bir butun majmuasi. U o'qituvchining nazariy bilimlarini amaliyotda tatbiq etish darajasini ifodalaydi. Ya'ni bu didaktika, ta'lim berish ko'nikmalari, metodik ko'nikma, kommunikativ ko'nikmalar, axborot kommunikatsion ko'nikmalar va tarbiya va psixologik ko'nikmalar hisoblanadi.
Zamonaviy o'qituvchidan kutiladigan xususiyatlarning yana biri bu raqamli kompetensiya, bu ya'ni digital kompetensiya ham deyiladi. Ya'ni bu o'qituvchining raqamli texnologiyalar, axborot tizimlari va onlayn vositalardan samarali, mas'uliyatli va ijobiy tarzda foydalanish qobiliyatidir. Ya'ni kim bu nima uchun? Bu bugungi rivojlanayotgan zamonda, rivojlanayotgan davlatda, rivojlanayotgan mamlakatda umuman axborot almashuvi jadal